Assalomu alaykum, hurmatli onajonlar, mehmonlar va tashkilotimizning mehribon, jonkuyar ustozlari. Menga jonimdek aziz bo'lib qolgan bolajonlarim. Bugungi ikkinchi tayyorlov guruhi bayram tadbiriga xush kelibsizlar. Tadbirimiz yursang dunyo kular, ko'ngillar to'lar. Munchoq ko'zlaringga payvasta bu jon, kulgu to'lib tursin kulguvchilaringda. Sen baxtli iqbolim aziz bolajon. Bugun tinglab olamiz. Bolajonlarimizga shu fursatdan foydalanib, o'zimning niyatlarimni aytib qo'ysam, bolajonlarga uzoq umr, sihat, salomatlik, kelgusi o'qishlarida ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Xudo xolasa bizni 15-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotini yuzini yoriq qilib, yaxshi o'qib, yaxshi baholarga o'qib, bizni bog'chamizga rahmat olib keladigan bolalar bo'lsin, farzandlar bo'lsin, kamida tumanimizga hokim bo'lib ketishsin. Prezidentlar chiqsin, hokimlar chiqsin. Katta ishlarda ishlaydigan rahbarlar bo'lib yetishishini tilakdoshiman. Biz bundan ko'chada ko'rganda xursand bo'lib yuraylik. Chunki maktabda ishlaganimizda ham ustoz deb yurardi o'quvchilarimiz. Hali hamon ko'chada ko'rsa ustoz deb mashinasiga solib olib ketadi. Shundan ham juda xursand bo'lamiz-da endi. Kelajakda bular ham yaxshi insonlar bo'lishini tilakdoshiman. Qolaversa shu fursatdan foydalanib ustozlariga ham rahmat aytib qo'ymoqchiman. Bu yerda Nafisaxon, Mahfuzaxon uzrli sabablarga ko'ra kela olmadi. Minojat opamiz bor, mana ustozimiz, yana bo'lajak tarbiyachimiz. Mana shu yerdagi musiqa rahbarlarimiz Shoiraxon, qolaversa hamma mana shu yerdagi yordam berib birgalikda bolalarni mana shu tadbirga tayyorlashdi. Bularga, ustozlariga ham uzoq umr tilab qolaman, ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Hamisha sog' salomat bo'lsin. Bulardan keyingi keladigan jajji bolajonlarimizga yana ta'lim tarbiya berishda hech qachon charchashmasin. Ota-onalar, sizlarga ham katta rahmat aytaman. Mana shunday shirindan shakar farzandlarni dunyoga keltirib, bizni qo'limizga ta'lim tarbiya berish uchun olib kelganinglar uchun katta rahmat aytaman. Mehmon tashrifidan xursand